Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 11-oktyabr 2025-yil kunida bizlar 3 yil oldin olib kelgan mana shu Madam Coltain degan oq piyongulimizni qayta ko'chirib ekish jarayonini olib boramiz. Azizlar, mana 3 yil oldin olib kelingan piyongularimizda mana shunaqa kurtakchalar paydo bo'libdi. O'zi 2 ta 3 ta ko'z olib kelgan edik. Mana shunaqa darajada ko'payibdi mana. Ko'zlarimiz asosan eng ko'pi 10 ta, 12 tagacha ko'paygan. Asosan o'rtacha 8 ta ko'z tashkil bo'lgan. Demak, yiliga har bir piyongulimizdan 2 ta ko'z ko'payib, ko'payish jarayoniga erishganmiz. Mana bu yerda 4 ta, bu yerda ham shuda 4 ta ko'rinib turibdi. Tegida ham mana kichkina yana chiqib kelyapti alohida yana. Mana azizlar, ko'lab bo'lganimizdan keyin mana shunaqa barglarini, tanasini kesib olishimiz kerak. Mana kesganimizda mana shu kurtakchalarimizdan bir 2 sm atrofida uzunroq qilib kesib olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi.